Xalısınız terib eling. Ağacınız endi yangi turmushini boshlaydi. Mana bu sizning men appagan oltin zibzinatlaringiz. Babam kartasidan bir skam. Men uzoqamay siz qaytarib bermay ishlatib qo'ygandim. Oyna aşıqçı. Həris burma qalmışsın. Bunun ben. Buncha yol ayirib ketishimizning aytibmi? Albatta ajdi ba. Ajrashqandan keyin papa kutish kerak emas. Hamma narsani qaytarib berdim. Endi menda Allohga yaxshilik qilgan uchun. Asbirga bor. Men tazbiya vaqti kelib qoldimmi qanda? Yaxşıyım. Nasıl vaqtida keldiniz? Ferdon, aldiraplamkin ketib qoldingiz, men o'zlikni bir poplamkin, shu sizni ansirab kelishimdi. Ha, mundaqda. Ansir bilsangiz bo'ldi Ferdon hocamdan. Ferdon hocam çok intayin yaxshi. Sizning yaningizda aldirab kelib, men bilan ajrashishga to'xtam tuzgili kelib ekan. Bu talpigimi ishtiklan ma'qul bo'ldim. Sizlarni murodingizga yetkazgan bo'ldim. Endi mush uy sizga taalluq bo'ldi. Endi o'ltasingiz bo'ldi. Bo'ldi. Rahmat. Ben size de qo'yay Nadira. Bu uy, bu bala, hammasi mendan oshqon, toshqon, men tashlab etgan narsalar. Xalısınız terib eling. Ağacınız endi yangi turmushini boshlaydi. Bo'pti, Ferdon, kelnozni yerim qilmang. Madina ketgan bo'lsa, yinozni men bog'u. Voy, siz nimani biladingiz? Nima keldingiz? Men shu sizdan ansirab keldim. Ansirishingizning hojati yo'q. Nima deyman, Ferdon? Nima deganlar burun bir-birimizni yaxshi ko'rishib o'tganlar. Shu burunqi oltimizga qaytib yana yaxshi o'tsak bo'ldi-ku. Burun degan burun. Siz men yuzsizlik qilgan shu vaqtdan boshlab ikkimizning barliq ishlari tugadi. Bundan keyin texnik o'zmaydi. Endi meni avar qilma. Bunda qilmang, Ferdon. Men sizni hozir ham yaxshi ko'raman. Menga matoq, pul, hech qaysi lozim emas. Men siz bo'lsangiz ham bo'ldi. Shundan so'ragim kelyotidi. Bu gapingiz o'zingiz ishlamsiz. Endi meni avar qilma. Nadira? Nadira? Nima bo'ldi? Nadira? Bey, ketik quzishma. Hocam, xatbes shinimdoq apsiz. Birdam Uyg'urchaga, birdam Xanzurchaga, birdam inglizchaga almashtirmada pek sat yerib ketdim. Sen podam kirgizgichni ishlatmamsan? Podam kirgizgichda qara, har xil tilda xat taxtalari bor. Birlik ko'rinishda xil tilda xat taxtalarini amlashtirib ishlatalaysa, vaqtingni, zihningni tejab qola olaysan. Xo'sh, tamam. Unda men birinchi sharoitda